Hurmatli ayol qizlar, sizlarga men bir gapirib o'tgan edim. Original tovar bilan original emas bo'lgan tovarlarni ajrata bilinglar deb. Chunki farqi bo'ladi. Uni sizlarga men o'zi ne original tovar olib kelmayman. Hammasi original bo'ladi. Lekin sizlarga ko'rsatish uchun shu safar ne original tovar ham olib keldim. Подделка tovar bilan originalni farqlarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Chashkani farqini qaranglar o'zingizlar qizlar. Mana bu chashka qanaqa turibdi? Bu chashka razmerlari ikkalovniki bir xil 5XL dan. Endi bu выпуклость qanaqa? Mana qaranglar, qanaqa chiroyli turibdi. Bu qanaqa ploskiyroq. Sizlar aytasizlar, men kiyganimda yapaloq qo'ymasin, pachoq bo'lib qolmasin deb. Ana shuning uchun farqini ajratib olinglar qizlar. Mana ko'ryapsizlarmi farqi? Bu bitta farqi. Endi ob'yomidagi farqni ham ko'ringlar mana. 5XL bilan 5XL ni farqi ko'ryapsizlarmi mana? Qanchaga farq qilyapti? 5 sm, 4 sm, 5 законный 5 sm ga farq qilyapti. Aylanasida ham. Endi buni ishlanish jarayonlarini qaranglar. Mana buni qaranglar. Tikilishini, britelka bu yerda qanaqa ulangan, ko'ryapsizlarmi? Обработкалariga juda ham ahamiyat beringlar. Original mol постоянно juda chiroyli обработка qilinadi. Buni обработкасini ko'ringlar. Qanaqa tikilgan, ko'ryapsizlarmi? Bu bitta ko'rinishi. Endi yana bitta ko'rinishi. Mana buni yon qismini qaranglar. Men aytaman sizlarga, yoninglardagi jirlarni yig'ib beradi deyman. Mana qanaqa yig'ib beradi. Tortilishini ko'ryapsizlar? Bu yig'ilib, cho'zilib ketmayapti. Demak, bu shundoq zo'r yig'ib beradi. Endi подделкаnikini ko'ringlar, mana shu yon qismini cho'zilishini. Ko'ryapsizlarmi? Bu qanaqa qilib sizlarning jiringlarni yig'ib berishi mumkin. Mana. Materialida ham o'zi ushlaganinglarda bilinadi. Endi buni razницасini ushlash bu ikkitani bitta qilganda juda ham bilinadi. Atak mana sizlar arzondan olganinglarda o'zi bo'lganda bilishinglar qiyinroq. Buni birgalikda solishtirganda materialni shu qilganda bilinishi mumkin. Yana bitta narsasi, qizlar, zo'r fishkasi bor. Men uni o'zingizlarga tushuntiraman. Chunki bu yerda u narsani aytkim kelmayapti. Originallarini do'konga kelganinglarda o'zingizlarga zo'r, nozik bitta ajratadigan joy bor. Ana o'sha joyini sizlarga do'konda o'rgataman.